Assalomu alaykum jigar. Siz O'zbek Sport kanalidasiz. Bu kanalda tezkor yangi xabarlar joylanadi. Jigar, malol kelmasa obuna bo'lib like bosib qo'ying. Yangi joylangan xabarlarni birinchilardan tomosha qilasiz. Videoni boshladik jigar. Abduqodir Husanovning tadbirlarga chaqirilishi va uni har xil blogerlar qurshovida qolib ketishi Manchester City muxlislariga yoqmayapti. Assalomu alaykum. O'zbek Sport kanalining bugungi videosida Manchester City muxlislarining Husanov borasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga bildirgan e'tirozi haqida ko'rib chiqamiz. Manchester City klubi muxlislari O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini keskin tanqid qilmoqda. Ular jamoaning Instagram sahifasida o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida joylagan post ostida UEFAga murojaat yozib qoldirmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Abduqodir Husanov bilan bog'liq vaziyatlarda uning xavfsizligiga e'tibor qaratmayapsiz. Shuni unutmangki, Husanovning xavfsizligiga aynan siz javobgarsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rinib turibdiki, uning atrofini ko'plab tanigan va tanimagan insonlar o'rab olgan. Bu futbolchini yaxshigina chalg'ityapti va asabiylashishga sabab bo'lmoqda. Uning xavfsiz va nazorat ostida bo'lishini ta'minlash sizning burchingiz. Xoh O'zbekistonda bo'lsin, xoh terma jamoa bilan xorij safarlarga chiqqanda bo'lsin. Uning xavfsizligiga javobgarsiz. Husanovning bo'sh vaqtini behuda narsalarga sarflamang, e'tiborini ortiqcha narsalarga chalg'itmang va futbolchilik faoliyati doimo birinchi o'rinda bo'lsin. Sizlarning bunday boshqaruvingiz va e'tiborsizligingizni shunchaki qabul qilib bo'lmaydi. Ishingizni yaxshiroq bajarishga harakat qiling deb yozgan izohda do'stlar. City yozgan xabarga siz qanday fikrdasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Hozir videoni ko'ramiz va like bosib, videoni do'stlarimizga tarqatamiz. Bo'ldi-ku, Abduqodir Husanovdan intervyu olishdi. Juda ko'p bo'lib ketdi. Jurnalist men unaqa ko'rmaganman. Men shu gapingizga bitta narsa aytib ketaman Ahror. Kecha hech qayerda aytmayman dedim, lekin bari aytaman. Shu aytib ketay. Yosh jurnalist yigit-qizlarimizga avvalo omad tilayman. Bu sohaga kirib kelayotgan. Bobur aka buni jurnalist sifatida. Men endi jurnalistlikka da'voyim bo'lmasa ham, lekin bir paytlar biz ham shunaqa yurganmiz, ammo o'rtoqlar, qizlar, o'smirlar, siz Abduqodir Husanov oldiga kelyapsizmi yoki boshqa futbolchini oldiga ham iltimos futbolda F harfiga ozgina tayyorlanib keling. Husanov kim? U Angliyaga borib qolgani uchun emas, yulduz bo'lib qolgani uchun, PR uchun, o'zingizni internet nashringizga yo biror joyingizga bir ko'p like olib keladigan narsa uchun emas. Abduqodir oldiga borganingizda men nima savol beraman degan narsa bilan boring. Bugun qoning to'qmi, nima ovqat yeding, ishtahang qanaqa degan savol emas. Vatanga kelib nimani his qilyapsiz degan savol emas. Futbolchi savollar beringlar toki Abduqodir qochib ketmasin sizlardan. Bir normal savol beringlar. Bo'lmasa bu sohani tashlaylar qizlarjonlar, xo'pmi? Futbolda va yashil maydonda nima bor sizlarga? Shu Abduqodir kelmaganda kirmasdinglar, shu ertaga kirmaysizlar ham-da. Bo'ldi, sizlarga kerak emas u futbol. Sizlar Husanov uchun keldinglar. Husanov uchun kelayotgan bo'lsanglar, eshigini teyli kutib olinglar, hovlisiga borib. Unaqa futbol jurnalistikasini matbuot anjumanlarida uyaltirmanglar. Men ispanskiy stid bo'ldi sizlarning o'rninglarga borib, men uyalib ketdim. Ozgina futbolni o'rganib kelinglar, o'sha akalardan, dodanglardan, internetdan ozgina o'rganib kelinglar. Shu sizlarga maslahatim, baraka topinglar. Borganinglarni o'zi yaxshi, qurshab oldinglar, bir odamning ko'zi quvnadi, lekin ozgina saviyaga e'tibor bersak, hammasi zo'r bo'lib ketadi.